Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Hozir efirni to'xtatdim, ya'ni tugatdim. 15 ming dollardan 17 ming dollargacha ko'tarib qo'ydik. Xudoga shukr, normalniy plyuslar ham bo'ldi. 12 taga deta signal bo'ldi. 12-13 ta hammasi plyus bilan yopilib berdi. Xo'p, ay signal bot haqida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni ma'lumot emas, bizning VIP kanalimizga kirgan bir inson, ya'ni ay signal bot yaxshi ishlamayapti deb javob beryapti. Bu ay signal bot qanaqa bo'ladi, sizga tushuntirib beraman. Hamma signali plyus bilan yopilmaydi. U 100% signal beradigan bot dunyo bo'yicha ham yo'q. Buni o'zlaringiz ham juda yaxshi bilasizlar. Mana shu signal botni mana aka hozir signal beryapti. Shu signal botni nima demoqchiman, 10 ta signal beradi. Qani 10 ta signal berishigacha davom etamiz. Ya'ni 10 ta signal berib, ya'ni 2 minutdan beradi. O'sha 10 ta signal bergan hammasini videoni oxirigacha ko'ring, hammasini, va oxirida sanaymiz nechta signal plyus berdi, nechta signal minus berdi. Kuzatamiz do'stlar. Xo'p, mana 10-chi signal kutamiz. 10-chi signal sell. Pastga tikamiz. Xo'p, minus. Endi do'stlar, sanab ko'ramiz hozir nechta signal berilganini. Avval mana bu signal botni stop bosib qo'yaylik. Xo'p, endi sanab ko'ramiz. Qani outcat paramiz edi. Outcat paramizdan sanab boshlaymiz. Ya'ni 100 dollardan savdoga kirgandik. Outcatdan. Xo'p, outcat mana 100 dollar. 1 hozir sanaymiz, shashmay turing. Qayer ketdi? Yuqorida. Mana 1, e'tibor bering. 1, 2, 3, birinchisi plyus, ikkinchi minus, uchinchi plyus, to'rtinchi plyus, beshinchi plyus, oltinchi plyus, yettinchi plyus, sakkizinchi plyus, to'qqizinchi plyus, 10-chi minus bo'lyapti. Ya'ni 10 ta signalda 2 tasi minus bo'lib yopib beryapti. Ya'ni o'shani ham dagon bilan siz olsangiz, bu degani siz minusda emas, plyusda yopgan bo'lasiz. Hammasi cho'tka ishlab bergan bo'ladi. Ya men tushunmayotganim nima uchun bu yerda qanaqa xato bo'lyaptiki, signal ishlamayapti deyapti unda. Men fikrimcha signal normal ishlab beryapti. Cho'tka nima yetmayapti yani sizlarga do'stlar. Bunaqa botni men fikrimcha pul to'lab ham olishlaringiz qiyin. Shunchaki tekinga beryapman. Kirib olish kerak, foydalanishga, gazini bosish kerak.